Qanaqa qilib men yolg'iz ona 10 kun davomida Rossiya Federatsiyasi Moskva shahrida yashab, atigi 432 ming so'm pul sarflab O'zbekistonga qaytdim. Birinchisi, mehmonxona emas, ijaraga uy olindi. Ikkinchisi, mashg'ulotlar 3-etajda, ammo restoranimiz 2 va 1-qavatda edi. Bu esa juda ham qulay. Metro, tramvay, trolleybus, marshrut, avtobus, taksi bularning barchasi kerak emas bo'ldi. Sababi peshkom o'z uyimdan ofisimgacha yetib olardim. 4-sababdan keyin siz albatta men qilgan ishni bajarasiz. Ungacha like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Obunachilarim orasida kosmetolog, stilist, vizajist, quruvchilar, taksistlar, oshpazlar kabi insonlar bizni samimiy tarzda mehmonga taklif qilishdi va albatta bizdan 1 so'm pul olishmadi. O'quvchilarim ota-onalari esa sovg'a salomlar bilan chiroyli tarzda kuzatib qo'yishdi. Parvoz chog'ida ozroq dam olib, miriqib kino ko'rib hordiq chiqarishimda mana shu insonni xizmati beqiyos. Bu inson ham obunachilarim safidan ekan. 3 ta bola bilan itga kerakmisan? Oldin 2 ta bola bilan, endi esa 3 ta bola bilan ko'chada qolasan deganlar ham bo'ldi. Yolg'iz onalarni erkaklarimiz o'zga va begona yurtlarda, musofir joylarda qo'llab-quvvatlab, bee'tibor qolmasdan, befarq bo'lmasdan yordam qo'lini cho'zganlarga bitta katta like bosib yuboring. Shu kabi haqiqiy erkaklarimiz ko'payib, musofirdagi ayollarimiz, onalarimizni mushkuli oson bo'lib, qiyinchiliklari oz bo'lsa-da yengillashsin. Hoy qiz, 432 ming so'mni qayerga ishlatding? Albatta buni davomi bo'ladi. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang.